Turkiyada yashovchi o'zbek oilasidan salomlar. Bugungi kunim odatdagiday limon suvi va zaytun yog'ini ichishdan boshlandi. Bu qorishma meni anchagina o'zgartirdi. Sinab ko'rganlar bormi? Keyin tezgina erimning nonushtalarini tayyorlab, u kishini ishga yubordim. Erim ishga ketadilar soat 6 da. Shunga nonushtalarni o'zlari bilan olib ketadilar. O'zim ham nonushta qilib, tezgina makiyaj qilishga kirishdim. Bugun universitetda yana talabalarga anketa to'ldirtiraman. Bu dissertatsiyamning tadqiqoti. Turk mushligi bilan salomlashib, universitetga qarab yo'l oldim. O'quv yili tugayotganligi bois talabalar juda ham kam. Shunga bufetlarda ham ular anketani to'ldirib berishlarini iltimos qilib yuribman. Juda ham charchadim. Universitetning go'zal tabiatida o'tirib biroz kundalik yozdim. Bu anchagina meni ruhan tinchlantiradi. Kundalik yozadiganlar ham bormi? Universitetning chiqishida turk toshbaqasi meni uyga kuzatib qo'ydi. Uyga qaytib obed qilib, turk tilidan darsimni o'tdim. Ozgina serial ko'rdim va kechki ovqat tayyorlashga kirishdim. 2 haftadan beri erim bilan bizda to'g'ri ovqatlanish ketyapti. Shunga har kuni kaloriyasi past, lekin juda ham vitaminga boy bo'lgan nimadirlar pishirishga harakat qilyapman. Bugun ismaloqli zapikanka. Agar retsept kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Keyin bolalarim bilan telefonda gaplashdik. Bilmaganlar uchun bizning 2 ta bolamiz bor. Kechga qarab erim keldilar. Ibodatlarimizni qilib, kunimizni yakunladik. Like bosib ketsangiz juda ham xursand bo'laman. Shu bilan ko'rishamiz.